Xiyonat kim tarafdan bo'lgan? Siz tarafmi yo ular tarafdanmi? Sizlardan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir minut vaqtingizni olaman, maylimi? Mayli. Xo'p, yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Spacedance bo'lishni orzu qilganman. Spitsnaz bo'lishni orzu qilgansiz. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hozir bloger sohasida. Nima sababdan spitsnaz bo'la olmadingiz? Uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bir ikkita Instagramda tarmoqlarni ko'rib qolgan edim. O'rtalarda nimadir bo'lib qolgan ekan, ayolingiz bilan adashmasam. Xiyonat kim tarafdan bo'lgan? Siz tarafmi yo ular tarafdanmi? Bu savol ozgincha unaqa. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan hamma o'zi biladi, kim tomonidan bo'lganini ham o'sha kommentariyada o'zlari yozib qoldirishadi, o'qiysiz uni. Albatta yozib ketinglar. Siz uchun do'st bir so'z bilan kim? Menda hozir yo'q unaqasi. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda. Do'st menda yo'q. Men bor deb o'ylaganman, lekin menda yo'q ekan. Haligacha topmaganman do'st. Sizlar uchun do'st bir so'z bilan kim? Yozib ketinglar kommentariyada. Pul baxt olib keladimi, aka? Olib kelmaydi, ko'p возможностьlar olib keladi. Juda ham ko'p. Nima qilsangiz mazza qilasiz. Mazza ko'p narsadan mazza qilaman. Endi qaysi ma'noda? Qaysini aytay? O'zi to'g'ri ma'noda. To'g'ri ma'noda. Shu meni hobbim o'zi mashina bo'lgani uchun chiroyli kiyinib, mashinada silihga sayr qilib yurish men uchun mazza, mana shu. Sizni tanishlaringiz ichida narkotik iste'mol qiladiganlar bormi? Yo'q, unaqa yo'q. Men o'zim ham chakmayman, ichmayman, unaqasi umuman yo'q. Namoda kimgadir kerak bo'lsa, bizda hayot rehab degan lecheniya qiladigan joyimiz bor, aka. O'zlariga u bemalol murojaat qilishligi mumkin. Lecheniya qilib berishadi o'zligi. Bizning nomimizdan chiqsa, aka, skidkasi ham bor. Chiroyli qilib o'zligi lecheniya qilib berishadi. Chakish sog'lik uchun zarar. Menda yurishni xohlasalar chakmanglar. Yoshlarga maslahat, aka. Chiroyli ota-onalaringiz duosini olib, shtobi qizlar bilan ko'p yurmasdan, takoy skromni yursalaringizlar bo'ladi. Xo'p, siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Okani taniganlar aytib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.